Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Temirxan namlıq romanның davamı. 4. bab. Ertish boydan qechish. İskender Rumiydan so'rashdi. Mag'rib bilan mashriq diyorini qanday qilib olding? U javob berdi. Har bir mamlakatni olganda, u mamlakatning fuqarolarini ranjitmadim. Podshohlarining nomini faqat yaxshi deb tilga oldim. Shayx Saidi. Miladiya 1336-yili bug'doy beshi iyi. Necha kun uda yaqqan yomg'ir oxir to'xtadi. Havo aynakdek süp-süzük echilib ketdi. Daladan yeni hem namxush o't cho'pning purqi ko'tarilib burunga purab turadi. Dalaning hamil yeri yap yeshillikqa cho'milgan bo'lib, buluq o'sgan o't cho'plarning barglarida va daraxtlarning yo'pirmoqlarida suv tomchilari lig'irlab turadi. Quyosh nurida bu kumush qatrilar har xil ranglarda tovlanib, chaqnab turadi. O'shnisidagi tayiqining uchiga bir eski juvini chigib ko'tirib olgan bir notunish yo'lovchi tog' yo'lidan tushib kelyotdi. Uning keyinda bir ko'k o'shga dikildab agishib kelmoqda edi. Yelqi yo'lovchi tog' bag'ridagi buluq o'sgan o't cho'plikning yeniga kelganda orom elish uchun to'xtadi va o'shkisini cho'plikka qo'yib berib, yop yeshil maxmaldak chimliqning ichidan cho'qchuyib chiqib turgan bir balbalga yulinib o'tirdi. Bu yerdagi balbal degan so'z yodi tosh deydi. Odamlarning surati uyib chiqarilgan toshning nomi degan gapkan. Tog' bag'rida dal-daraxtlar shalangroq bo'lganlikdan yon bag'rlardagi ovulni va bu ovulning chetida tüp-tüz suzilib yotgan, tüp-tüz so'zilib yotgan Qoba daryosi degani Erch daryosining bir tarmoqi davlatimiz chegarasi ichida deyilibdi. Egiz qishini ko'rgilib bo'lsa-mu, ammo sharqirab eqiyotgan daryo suyini ko'rgilib bo'lmaydi. Quyosh nuriga cho'milib, so'zilib yotgan o'tloqning yomg'irdan keyingi manzarasi heliqi notunish yo'lovchining ko'z oldida monumen deb oyan bo'lib turadi. O'tloqning bir chetida dövlab qo'yilgan seriq cho'mililar dubisi cho'qchiyib turishadi. U yer bu yerda pada bo'lib yurishgan kolla yerdagi cho'plarni tili bilan yolmab, yulib olib, xush yoqmagandek choynashib turishadi. Tog' bag'ridan eqib chiqqan buloq suvlari o't cho'p orasidagi agri-bugri eriqlarda aynakdek paqirab ko'rinadi. Heliqi yo'lovchi o'rnidan turib tövanga qaradi. U egiz bo'yliq, gavdalik bir yigit edi. Uning o'skilan qora sochlari bilan saqal burutlariga anda-sanda oq sanjilgan edi. Yenib turgan bir jup yo'g'on qora ko'zlardan uning zirak va qaysar yigit ekanligi chiqib turadi. O'skilan qora sochlarining ustidan bostirib kiyib olgan oq kigiz malaxiyi kirlishib, sho'rlishib qardab ketgan edi. Uning oftobda, shamolda ko'ygan bug'doy o'ng yog'oq yuzidagi yong'oq suyaklari bo'rtib chiqqan edi. Uchtisiga kiyib olgan yon izmiliq mo'ng'ulcha pashmiti safarning issiq sovuqlarida titilib ketgan bo'lib, etaklarida safar gulxonlarining o't ushqunlari tushib ko'ygan izlari turadi. Molchi tayiqining uchiga chigilik turgan eski tatırga juva uningga kechalari yepinchi bo'lsa, qishda sovuqdan saqlaydigan issiq kiyim bo'ladi. Bu chaqda ovul tarafdan tog' yo'lini bo'ylab chiqib kelayotgan bir odamning qarisi ko'rindi. Bir kamlarda heliq odam yon bag'ridan chiqib keldi. Ular tinchlik so'rashgandan keyin: "Hey birodar, bu yer qaysi elning qishliqi?" deb so'radi notunish yo'lovchi heliq odamdan. "Mehmon, nereden keldikin?" "Mehmon nereden keldikin?" deb yondirib so'radi u notunish yo'lovchining so'ziga javob bermasdan. "Do'xtavilarni asldagi zimindan ko'chib ketibdi deb angladim" deb yana so'radi heliqi notunish yo'lovchimi uning gapiga javob bermasdan. "Ne ko'chib ketganligini aytib bera olasizmi?" Heliqi odam gumansirab qoldi va: "Mehmon, buni so'rab nima qilasiz?
Mənmu ularning nega ko'chib ketganligini toza uqqanmidim, deb javob berdi noaniq qilib. Mundaq desam, meni olchoqmikin deb o'ylab qolmang. Olchoq degani jasus, tingtingchi, paylaqchi, qotil degan ma'noda ekan. Dedi notanish yo'lovchi kulib ketib. Men Do'xtaviy xalqining orasidagi bir qarindishimni izlab yurayman. Siz izlab yurgan kishi kim? Do'xtaviylarning Shiravul Do'xtaviy deb atiladigan bir oqsoqoli bor emish. Shundaqmi? Shundaq. U Do'xtaviylarning hozirgi ulug' amiri bo'ladi. Undaqda siz bizning oqsoqolni izlaydi ekansiz-da. Mehmon, siz qaysi urug'dan bo'lasiz? Men Do'g'latlardan. Nima deysiz, ho'y? Yeliq odam quliqiga ishonmadi. Do'g'latlarni bu yerdan 1 yil manganda ondan yetib borg'il bo'ladigan yiroq janubdagi Ardavil degan yerda deb anglagan. Siz rostla bir odam shu yerdan yoylaq yurib keldingizmi? Shundaq. Shu yerdan keldim. U yerdan qachon chiqqan edingiz? 9 yili saraton pastida yo'lga chiqqan edim. Mana hozir saqmısaq 1 yil bo'ldi. Yeliq odam bu notanish yo'lovchining so'ziga yanala ishonmagandek qilib, uningga boshdan oyoq sapsilib qarab chiqdi-da. Shunchalar poyonsiz, odamzotsiz cho'l jaziralarni va qatma-qat tog'larni, addi hisobsiz daryo suvlarni qandoq besib, qandoq kechib o'tgansiz ho'y? Nima yeb, nima ichib jon saqlagansiz? Nima yeb, nima ichib jon saqlagansiz? Bu gapni anglab heliqi notanish yo'lovchi kulib ketdi va oldimga bir qo'ri ko'k o'shkini mol qilib selib olgan edim. Ussiganda o'chkilarni sig'ib ustini ichdim. Qo'rsug'im ochganda o'chkilarning ichida yerib, mang'amay qag'aldirini o'ltirib go'shin yedim. Mana 1 yildan beri mushundaq qilib jon saqlag'ash, Do'xtaviylar xalqini izlab yuribdiman. Qarang, shu bir qo'ri ko'k o'chkilardan mana aran birsi qoldi. Deb yenida cho'plikda o'tlab yurgan bir ko'k o'shkini ko'rsatdi. Bu so'zni anglab heliq odam bu notanish yo'lovchiga opirin o'qimay turolmadi. "Ho'shara, yaraysiz yigit", dedi u. "Avu daryo yoqsidagi qator ko'ringan uylar Do'xtaviylar xalqining uylaridir. Menmu Do'xtaviylarga Idiqut Uyg'ur elidan musofir bo'lib kelib turib qolgan salpa sayoq odamman. Do'xtaviylar meni Hasan Baxshi deb atishidi. Do'xtaviylar aslida Yatsu vodisidagi suyi mo'l, o't cho'pi alvak, yoyligi kang, to'ng'izliq degan bir cho'ng suv bo'yini makon tutib yashab kelishgan ko'chman chorvachi xalq edi. Uzoq yili qishda u yerlarda qattiq jut bo'lib, mollari qirilib ketgandan keyin kun patardagi Yatsuni tashlab, kun tug'ardagi Qaba daryosi bo'yiga ko'chib keldi. Shunga ularni topolmaganligingiz rost. Mening ismim Toshtemir, deb o'zini Hasan Baxshiga tanishtirdi yo'lovchi va ehtiyotchanlik bilan uningdan. "Hurmatli Hasan Baxshi, sizdan bir gapni so'rashga bo'lamdikin", dedi. "Marhamat, hurmatli Toshtemir, bir ko'rgan tonish debdikan. Tangrim buyursa, texi tuqqanmi bo'p qolamdiq", deb kuldi Hasan Baxshi. Shiravul Do'xtaviy degan oqsoqolning Mangli xotun deydigan bir to'qili bor deb anglayman. Rostmi? Rost. Biroq hurmatli Toshtemir, siz buni so'rab nima qilasiz? Shu Mangli xotun menga 2 tuqqan hamshira bo'ladi, dedi u mug'ambarlik qilib. Uning hozirgi ahvoli qandaqroqkin? "Hey, qandaq bo'ladi", deb xursinib qo'ydi Hasan Baxshi. "Mana men shu 2 tuqqan hamshiringizning o'g'li bilan oqsoqolning melini billa boqqili 10 yil bo'lib qoldi. Anglasam, hamshiringiz Mangli xotun aslida marhum Chag'atay xoni Esan Bo'g'axonning kichik xonishi bo'lgan ekan-ku. Shundaqmi?" Toshdemirning yuragi jig'g'idi qilib qoldi, ammo buni qilch chondirmadi.
Shundaq. Keyin Esenboğaxon otasini o'ltirib etib, uni Olmaliqqa aketgan. Menmo shundaq deb anglab edim, dedi Hasan Baxshi uningga yesdashlik qilgan holda. Keyin marhum Esenboğaxonning Satılmış Xatun degan cho'ng xonishi uni ulug' Amir Shiravul Do'xtaviga to'qalliqqa berib etgan ekan. Mangli Xatun Do'xtavilar orasiga kelgandan keyin Shiravul Do'xtavi uni oqshimi xotun, kunduzi qora tapan qul qilib ishiltib, ko'zdan chivin qaynatdi. Bechora xotunning ko'rmagan kuni qolmadi. Jiq azoblarni tortdi. Aslida u Esenboğaxondan homildor ekan. U oqsoqol Shiravul Do'xtavining uyiga kelib, 8 oydan keyin bir o'g'il tug'di. Xondan bo'lgan bu o'g'ilga To'g'liq Temur deb ot qo'ydi. Keyin yana Shiravul Do'xtavidinmi bir o'g'il tug'di. Uning etini İnci Malik deb qo'ydi. Siz aytgan ashu To'g'liq Temur hozir nada? O yanala men bilan birga mol boqidi. Mana hozir men ashu To'g'liq Temurning qishig'i ketyapman. Bu o'g'il ona tarafdan menga jiyan bo'ladi, dedi Toshtemir xushal bo'lib. U bir yildan beri putini ot, qo'lini qamchi qilib, marhum Chag'atay xoni Esenboğaxonning pushtidan bo'lgan ashu o'g'ilni izlab tepish uchun tog'ma-tog' cho'l boyavonlarda tamtirab yurib, tatgan sonsizlagan jabr jafolar badaliga oxir ko'zlagan maqsadiga yetgan edi. Ammo u hozircha buni chandirmadi. Shundaqmi? Bu o'g'ilning zerakligiga va o'zi kichik bo'lsa-mu shunchalik ig'ir besiqligiga odamning masligi keladi, deb Hasan Baxshi hadab To'g'liq Temurni maqtag'ili turdi. Hurmatli Hasan Baxshi, men sizdan shuni iltimos qilamanki, hozirning o'zida darhol meni uning oldiga boshlab borsangiz, dedi Toshtemir uningga iltijo qilib. Uning muddaosining zodi nima ekanligini tushunolmagan Hasan Baxshi ikkilanib turib qoldi-da. Ondan uningdan: "Toshtemir, menga rostingizni ayting. Siz zodi nima odam?" deb so'radi. Toshtemir qaqaqlab kulib ketdi. "Kulishingizdagi sabab nimadir?" "Boy sizga aytdim-ku", dedi Toshtemir kulib turib. "Mangli xotun mening ikki tuqqan hamshiram bo'ladi. Shundaq bo'lgandikin men To'g'liq Temurga tog'i bo'laman, da? Qandaq, mening bu so'zimga ishonmamsiz?" "Kim bo'lsangiz bo'layvering", dedi Hasan Baxshimi bo'sh kelmay. "Biroq ashu bechora bolani azob uqubat ichidan qutuldirib, baxtli qila olsangiz bo'ldi. Agar siz To'g'liq Temurga haqiqatan tog'i bo'lsangiz, ashundaq deb qasam bering." Toshtemir uning qo'lini ko'tarib, tantanlik holda qasam ichdi. "Qasam bermanki, To'g'liq Temurni baxt saodatga erishtirgayman. Tangri bu so'zimga guvohlik berur. Mubodo bu qasamimni ishga oshirolmasam, meni Tangri ursin, yer yutsin." Oxir Hasan Baxshi uni tog'dagi molchilar qo'rg'osiga boshlab berib, To'g'liq Temur bilan ko'rishtirishga ma'qul bo'ldi. "Yuring, amisa." Hurmatli o'qirman, Toshtemir kim? U bu yerga kimning topshirig'i bilan kelgan va nima maqsad bilan To'g'liq Temurni izlamoqchi? Bu bir qator ishlarning tegiga yetmoqchi bo'lsangiz, yanala gapni Do'g'lat Ulusbegi Amir Bulajining Olmaliqqa bog'indan boshlashga to'g'ri keladi. Milodiya 1335-yili Saratan pasli. Xonlik yo'li ko'z yetmez uzoqlarga so'zilgan. İlgiri payansız xon yaylaq vodisida hamisha top-top to'gilar, pada-pada qo'ylar, uyur-uyur yilqilar, top-top kallar erkin o'tlab yurishadi. Kechalari xonlik yo'lining ikki tarafida molchilar chog'an nay ovozlari yiroqlargacha anglab turadi. Karvan malçılar turgan otavlarga ve quduqlarga yaqinlashganda hayot jonlanib ketib, sahra o'ziga xos bir turmush bilan qo'ynab ketadi. Biroq 10 yildan beri Chag'atay mamlakatida uda davom qilgan yig'i g'alyon o'lka ovdanlardagi Chag'atay puhralarining ro'zg'orini quritib tashlagandan boshqa poyansiz xon yaylaq vodisining hayotiy kuchini sundirgan edi. Suvsizlikdan chanqab,
açlıqdan ölген hayvanlarning ustixonlari yo'l bo'yida chechilib yotadi. Chorva mollaridan ayrilgan chorvachilar, qilishqa ish topolmagan molchilar mamlakatning janubidagi dehqonchilik rayonlariga musofir bo'lib tarilib ketishgan bo'g'ashqa quduqlar qaraqsiz qilib, hammasining dugudak suyi tortilib ketgan yoki qurib qolgan edi. Ba'zi quduqlarning atrofida ancha-muncha qora uylar qolgan bo'lsa-mu, ammo uningda o'tiradigan odam qolmagan edi. Yo'l bo'ylab yillar davomida o'sib ko'kirgan so'ksoklar qurib qoqshal bo'lib qolgan edi. Bo'ra, tulka, eyiq, yilpiz, yo'lbos qaplan qatorliq yirtqich hayvonlarning omiti kelgan bo'lib, ularga kechalari so'kildab uzuq izlab yurishning hojati qolmagan edi. Ular besib o'tgan yerlarda mollarning o'liklari va ustixonlari chechilib yotadi. Shunga mast bo'rlar tun bo'yi ovozning boricha hovlashib chiqadi. Ular hatto yo'lovchilardanmi qo'rqmay kechsi yiqilgan gulxonlargami qo'rqmasdan yiqilishib kelishadi. Va bu bepoyon dalada o'zlaridan boshqa yana tirik jon qolganiga hayron bo'lishib, zo'ng'izib o'tirishadi. Xonliq yo'lida top-top bo'lishib ketishayotgan odamlarning soni yo'q edi. Semizlikdan tuklari maxmaldak poqirab ketishgan, katta otlarini tarsiltib ketayotgan mo'ysipitlar. Uruq oqsoqollari bo'lsa kerak, bo'yniga yog'och shol va org'amchi selingan, oqsoqollarning otlarining kayniga org'amchi bilan bog'lab chetib qo'yilgan, pat-pat urilayotgan qamchi zarbisidan qilib zarlashayotgan tutqunlarmi pat-pat uchrab turadi. Xonliq yo'lida bir to'p otliq odamlar janubga qarab ketayotgan edi. Taq turqidan qaraganda ular sepah baglar ko'rinadi. Ularning orasidagi birisining bo'y turqi, uchisiga kiygan kiyimlari boshqalardan olaydirak edi. U 50 yoshda o'pchirsidagi kishi bo'lib, bo'yi xilli egiz, ikki dolisi kang, bo'yni xuddi buquninkidek yo'g'on, gavdalik edi. Uning yuzidagi soqol burutlari panoh burnining to'shklarigacha qoplab ketgan bo'lib, uning bu aptini ko'rgan har qanday odamning teni churkinadi. Uning uzun sochlari peshonasini qoplagan bo'lib, qoshlarigacha sangilab turadi. Ikki ko'zining o'rtasida ikki tal tik qo'riqning izi bor bo'lib, uning qisiq ko'zlari va ham yumuqliq turgan qilin qalpoqlari bilan kishida vahima paydo qiladi. Uning butun aptidan zeraklik, rahimsizlik, qaysarlik, shafqatsizlik, ulug'liq, yovuzlik, shijoatlik, takabburlik, hushyorlik va mug'ambarlik chiqib turadi. Bu odam Chag'atay ulusidagi 4 cho'ng huquqliq bagining birisi bo'lgan Amir Bulaji Do'g'lat degan kishi edi. U Chag'atay ulusiga yangidan xon bo'lib saylangan Bozan xonga ko'rinish qilib bo'lgandan keyin poytaxt Olmaliqdan o'z eli Do'g'lat qabilasiga qaytib ketayotgan edi. Amir Bulaji Do'g'latning keyinda yosh bir nökər etini yo'rg'iltib kelmoqda edi. Uning urushlarda chiniqqan kuchlik gavdasi, kuch urg'ib turadigan ajoyib quvvatlik ikki biligi, butun tan qurilishining kishini hayron qoldirarlik darajadagi xush bichimligi, chiroyidagi mustahkam, yengilmas jasorat tapchib turgan yo'g'on ikki ko'zi har qanday odamning diqqatini o'ziga jalb qiladi. U 30 yosh o'pchörsida bo'lib, uzun qora sochlari va ikki tarafga bo'rtib chiqqan quyuq qora burutlari uning boturlarga xos kelishgan yuziga ajoyib zinnat berib turadi. Uning yo'g'on ko'zlaridan sadoqatmanligi, qaysarligi va zerakligi chiqib turadi. Bu yosh nökər to'shqan yili yozda Olmaliq qal'asining yanida Mo'g'ullarning Yuan Rinzong degan cho'ng xoni Börjigin ayırıp Bahadır balaның ikki baturini arqa-arqadan öldürüp, özü Çoğunxanның yana bir baturi tarafından öldürülgen Toğrul Bahadırның oğlu Taş Dömür Bahadır idi. Amir Bulaji Do'g'lat shu vaqtdagi lavzi bo'yicha uni o'z yeniga aldırgandan keyin mashq qildirib, tarbiyalab, urushlarda chiniqtirib, Bahadır qilib yetishtirib chiqqan edi. Shuningdan e'tiboran Taş Dömür Bahadır Do'g'latlarning ulusbegi Amir Bulajining yenidan bir qadamga ayrilmay xizmatini qilib kelmoqda edi. Bu qatam Amir Bulaji Do'g'lat
Bozan xanның Çağatay ulusunun taxtiga o'tirganligini tabriklab poytaxt Olmonliqqa kelganda, unimi o'zi bilan billa og'ash kelgan edi. Otliq kelayotgan ulusbegi Amir Bulaji Do'g'lat yo'lda ketayotgan odamlarga qarab, beshini chayqab qo'ydi. Rost emasmi? Esan Bug'axonning vaqtida nada bundaq ish bo'lsin? Hozir saltanatga o'xshamay qilayotgan edi. Xonning ozroqmi nupuzi qolmagan tursa, kimning ichi pushmusin? Çağatay xoni Esan Bug'axon Mavaraun Nahirga lashkar tartib berib, isyonchi sulduzlar bilan barlaslarni tinchitgandan keyin milodiya 1320-yili poytaxt Olmonliqqa qaytib keldi va uzoq o'tmayla tuyuqsiz qazo qilib ketdi. Milodiya 1321-yili uning o'rniga taxtga o'tirgan Kabak xonmi uzoqqa bormay tuyuqsiz o'lib ketdi. Şunun bilan Çağatay ulusuning taxtiga Esan Bug'axonning Iljiqtay bilan Davlat Temur degan inilari birisining keyindan birisi varislik qilishdi. Milodiya 1331-yili Davlat Temurmu o'lib ketib, o'rniga Esan Bug'axonning Darmasirin degan yana bir inisi Çağatay xoni bo'ldi. U uzoq vaqt Xurasan chegarasida turgan odam bo'lg'ashqa islom dinining kuchli ta'siriga uchragan edi. Darmasirin taxtga chiqibla o'zining Budda dinidan voz kechib, islom diniga e'tiqod qilganligini jakkaladi. Bu ish Çağatay mamlakatidagi oqsumaklarning qattiq qarshiligini qo'zg'ab qo'ydi. Milodiya 1334-yili burunqi Çağatay xoni Davlat Temurning Bozan xon degan o'g'li tog'isi Çağatay xoni Darmasirinni yasoqqa xiloflik qildi deb jakolab isyon ko'tardi va lashkar boshlab berib uni o'ldiribdi. Shuningdan boshlab Çağatay mamlakatida xonlarning taxti issimidi. Çağatay zoda xonzodalar kayni-kayndan isyon to'plan ko'tarishib, bir-biri bilan taxt talishib, yig'i g'alyon qilishdi. Mamlakatning tinch osoyishligi buzildi. Puhralarning ro'zg'ori uzilib, yiliki quridi. Әмді bu әлнің тағдыры нәгі беріп, нәді тоқтаркен? Атлық кетіп етіп, чоңқыр ойғып атқан Әмір Bulaji Do'g'lat mərhum Çağatay xoni Esan Bug'axonni əslab qaldı və hazırғы xonlar əl ulus demedi. Uruq ayməqi üçün ғəm yemedi. Ulağa özünün nəpsini qandırıb, xəzinisini toldursıla küpayı boldu, dəb pichirledi öz-özüge. Qaçanki to'shqan yilidagi ohanatlik bitim imzolandi, shuningdan e'tiboran bu elda ansizlik boshlandi. Al-hol Çağatay ulusi xuddi ko'klamdagi belgilarni ko'ngli sezib, uduqqan, yugurib, otda qayerga berib, qoyaga urinishga ko'z yetmay, mushundoq tamtirab yurarmi? Mərhum Çağatay xoni Esan Bug'axon Mavaraun Nahirga yurish qilishdan ilgari uni ayrim qabul qilgan edi. Meni qiyirliq besiyotgan o'xshaydi, degan edi u shu chaqda. Odam 50 yoshga qadam qo'ygandan keyin ondan ta'sir qiladi ekan. Orqa yelkalarim og'rib, demim siqildigan bo'lib qoldi. Bu yerda orqa yelka og'riqidimmi, ortiqroq bir oz qiyirliqdagi sho'xliqmi bor? Oğul farzand ko'rish orzuyimmi bor? Tangrim menga ichi og'riganda qilib, mening bu orzuyimni manglik xotundan vujudga chiqadiganligidan bishorat berib turib etibdi. Shunga manglik xotun sog' salomat yangisa, shu farzandimni o'z ko'zim bilan ko'rsam degan umiddaman. Mubodo Tangri Burhanim meni bu arzuyimga yetkizg'u yaxshi. Yetkizmasa, manglik xotundan dunyoga keldigan ashu o'g'ilni iyonim sana topshiraman. Sen uni xuddi o'zingning farzandingdek ko'rib, mening o'rnimda tarbiyalab qatorga qo'shqaysan va Çağatay taxtini uningga topshirg'aysan. Bu o'g'il mening irodamga varislik qilib, Çağatay ulusini g'albidan g'albiga boshlab mangdigan bo'lsin.
u meningdin burunqi xaqonlarning hukumat va saltanat sharoitini, xalq va mamlakatning yasoq qonunlarini pishiq biladigan bo'lsin. U da'voda talabda adil bo'lishning foydasidan va zulm ham chiriklashishning saltanatga keltiradigan ziynidan xabardor bo'lsin. Davlatning uluning mustahkam bo'lmasligining vajh sabablariga va yaxshi nom atoq qoldirish qatorliqlarga nisbatan nihoyat sazgur bo'ladigan bo'lsin. Adil va insofliq bo'lish yo'lini tutsin. Jabr zulm qilishdan saqlanishni bilsin. Mərhum İhsan Buğaxan muşlarını dəvitib gözləriga issiq yosh olgan edi. Bu çağda Doğlat Ulusbegi Əmir Bulacı Çağatay xani İhsan Buğaxanның yürekni izadigan bu sözlerini anlap, dərhal tizlanib oturub xonga baş urgan edi. Və xonga həm xonning varisiga мәңгі sadiq bo'lganligi haqida yer öpüp turib qasam ichgan edi. Nihoyat mərhum İhsan Buğaxan keyingi ishlarni xuddi oldin ko'rib olgandekla to'g'ri mo'ljallagan edi. U Mavaraun nahridan zafar quchib qaytib kelib, uzoq o'tmay tuyuqsiz qazo qildi. Gerçi xonning o'limi haqida har xil qiyoslar, mish-mish paranglar bo'lingan bo'lsa-mu, ammo shu chaqda bu gaplarni tahqiqlaydiganga kim bor deysiz? İhsan Buğaxanның cho'ng xonishi sotilmish xotun xonning lashkari ishlar bilan poytaxtdan sirtqa chiqib ketganligidan foydalanib, kichik haramdagi Manglik xotunni o'ynash tutdi degan batnom bilan xonning harmidan qo'g'lab chiqarib, Do'xtaviylarning ulug' amri Shiravul Do'xtaviyga to'qonliq beribdi. İhsan Buğaxan lashkari ishlardan yenib kelib, Manglik xotunni so'radi. Sotilmish xotun: "O'ni birsiga buyurib berdim" dedi. Xon: "Bu ish yaxshi bo'lmabdi. Chunki u mendan homildor edi" dedi. Lekin buningdan ortiq hech nima deyamadi. Chunki ularning rasm qoidalari shundoq edi. Ammo xon bu ishga intayin og'rindi. Ranjidi. Uzoq o'tmay xon olamdan o'tdi. Amir Bulaji Chag'atay ulusining beshiga kelgan bu dishvorchiliklarning manbasi mamlakatda biror qobil yo'lboshchining bo'lmaganligida deb qaraydi. Chunki milodiya 1301-yili O'gaday ulusining xoni Qayduxon o'lib ketgandan keyin O'gaday mamlakati qaroqsiz qilib, mamlakat ichida davolg'ish yuz berganlikdan O'gaday mamlakati oxir munqariz bo'lgan edi. Hala bugun Chag'atay ulusimi dal O'gaday ulusi duch kelgan ana shundoq taqdir qismatga duch kelayotgan edi. Janubdagi Mavaraun nahrida yashaydigan Sulduz, Barlas urug'lari Chag'atay mamlakati qattiq davolg'ish ichida qolgan yomon fursatdan foydalanib, yengboshdan tabriqchilik nag'risini chelib chiqishayotgan edi. Mərhum Chag'atay ulusining xoni İhsan Buğaxan necha yil tirishib oran birlikka keltiradigan bir butun Chag'atay mamlakati chak-chekidan bo'silib, parchalanib ketish xavfiga duch kelayotgan edi. Bu qitim Chag'atay ulusi bo'yicha chaqirilgan qurultayda Bozan xon Chag'atay xoni bo'lib saylandi. Biroq Sulduz, Barlas urug'larining ulug' amirlari qurultayga kelmayla qo'ymasdan, balki xonga ko'rinish qilishga kelishmadi. Hatto Barlas urug'ining ulusbegi Amir Qazg'in Bozan xonning Chag'atay mamlakatiga xon bo'lib saylanganligini anglaganda, "Kim deding? Manga qo'ysa kim xon bo'lsa bo'lavermamdi. Toza odamni tepib xon qilib saylabsizlar-da." Bo'ron xonni Chag'atay xoni qilganlik xuddi o'shkini cho'naklikka qoranchuq qilganga baravar emasmi? deb kulgan edi. Bir obdan mamlakat mushunda qaroqsiz qilib parchalanib ketami deb pichirladi Amir Bulaji ketib o'tib. Uningdan ko'ra bir amal qilib marhum Chag'atay xoni İhsan Buğaxanning o'g'lini izlab tepish zarurdir. İzlab tepish zarur. U Manglik xotunning texi hayot ekanligini, uning hali ham Do'xtaviy xalqi ichida yashab kelayotganligini biladi. Shunga Do'xtaviylar xalqi orasiga odam avatish lozimligini dilga pukdi. Biroq bu intayin muhim ish edi.
Bu ishni o'rinlashga qattiq sinalgan odam bormasa, boshqa odam bu ishni hargiz bajarolmaydi. Shunga bu ishni bajarishga kimni avatsa bo'ladi ekan? U mushularni o'ylab etib, yinda etini yo'rg'iltib kelayotgan nökri Toshtemir Bahodirga ko'zi tushdi. Uning qalbi pallada yorib ketdi. Bu ishni faqat mush yigitlar bajaralaydi. Şuna mərhum xanның oğlunu izləb tepişdək, müşkül işini onunğa tapşırışım gerek. Yaş bolğandikin çınıqsın, pişsin de. Xuddi əmir qazığının etqinidək, Mavaraun Nahirdiki Sulduz, Barlas qabiləri, yenidən Çağatay xanı bolğan Bozan xanni hədisila etiraf qılıb ketmedi. Ularning baş-baştaqlığını görgən əmir Bulaji g'azabdan yerilay deb qalgan edi. O Esen Buğaxan 14 yılının adıda Sulduzlar bilen Barlaslarını cazalaganda ularning şu çağdaki haltini saqlab qilishga yol qo'ymay, balki ajallik zarbi bilen ularni tüp yıldızdan qurtib etib, mangu qaddini ruslanmas qilib etgan bo'lsa, bugünkidek ahvol yuz bermagan bo'ladi. Boranxonmi ularning baş-baştaqligiga hadislar sukut qilib turavermay, darhol lashkar boshlab berib, yana bir qitim qattiq zarba berib, ularning belini ushtib tashlashga, erlarining hammasini o'ltirib, balchaqalarini qartapan qullarga aylantirib olishga tamamen haqliq edi. Attangay, u yumshoq qo'lliqdan mushu kunga qoldi, deb o'yladi. Parçalanish xavfiga duch kelayotgan Çağatay ulusini qudratli bir saltanat markazi atrofiga qaytadan uyushtirib, xalqni ro'naq toptirish, el yurtni qudrat toptirish, osoyishlikqa boshlash oson ish emas edi. Va bu ish iqtidorsiz Boranxonning qo'lidan kelmaydi. Şuna memlekette qattiq tartib yasak o'rnatish uchun Amir Bulaji yangidan bir xonni o'ttirg'i chiqarishning intayin zarurligini tunib yetdi. Mushu g'araz bilan Toshdemirga ertish bo'yiga darhol berib, Do'xtaviy xalqini tepib, Manglik xotunning ahvolini aniqlab, uningdagi homilaning ahvolini bilish. Agar rostla o'g'il tug'ilgan bo'lsa, o'g'irlab ap qochib kelish haqida buyruq berdi. Toshtemir Bahodir: "Hurmatli Amir, men buyruğunuzni çoqum o'rinlayman. Biroq, dedi o'ylanib turib, bu ishning qiyinligi, muddatining qisqaligi va yo'l musofasining bakmi uzunligi sizga ayon. Uning ustiga bu uzun safarga yo'l uzuqliklarini yetkazmakmi ba'zi mushkul. Seningcha qanday qilish kerak?" deb so'radi Amir Bulaji. "Meningcha, hurmatli Amir Bulaji, bu vazifani to'liq o'rinlashim uchun menga 300 ko'k o'shga inoyat qilg'aysiz. Men usig'anda ularning sutini sig'ib ichib, oshqanda go'shini yeb g'izolanib, butkul Mo'g'uliston atrofini kezib, bu maqsad va talabni qo'lga keltirgayman," deb javob berdi Toshtemir Bahodir dodillik bilan. "Shundoq bo'lsin," dedi Amir Bulajimi keskinlik bilan. "Etqining ta'xirsiz o'rinlanadi. Sana 300 ko'k o'shki beraman. Sen bu ulug' vazifaning hodisidan to'liq chiqqaysan. Sening bu vazifani o'rinlayolmasliging butun Çağatay ulusining hayot mamoti bilan munosabatli ish bo'lib qoldi." Shunday qilib Amir Bulaji Toshtemir Bahodirning so'zini qabul qilib, 300 o'shki berib, uni yo'lga soldi. Toshtemir uzoq muddatgacha Mo'g'uliston atrofida shu maqsadda izlanib yurdi. Toki 300 ko'k o'shkidan birisi qolgan chog'da ondan Shiravul Do'xtaviyning xalqi bilan uchrashdi va Manglik xotunning farzandlarini so'rab aniqladi. Ular Manglik xotun Esen Buğaxondan homildor edi, o'g'il tug'di. Ondan Shiravul Do'xtaviydan yana bir o'g'il tug'di. Xondan bo'lgan o'g'liga Tug'liq Temur deb ot qo'ydi. Shiravul Do'xtaviyning o'g'liga Injimalik deb ot qo'ydi, deb javob berishdi. Amir Bulaji o'zining bu qarorining keyingi chog'larda butun bir ulus millatning, hatto butun bir davrning tarixini o'zgartirib etadiganligini hargizmi o'ylab baxmagan edi. Hargizmi o'ylab baxmagan bo'g'idi. Shundoq, tarixning kishini eng hayron qoldiradigan yeri uning eng saltanatli yeridir.
Әмір Бұлажының еңідін бір ханны отырға чықырыш хақыдaki bu dana qararı keyingi chaqlarda bütün bir xalqning va bütün bir mamlakatning taqdiriga qayta ta'sir ko'rsatib turdi. Hurmatli o'qirman, Doğlat Ulusbegi Әмір Бұлажы haqidagi so'zimizni mush yerda to'xtatib, yana boshdagi so'zimizga qaytamiz.